Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Samarqand Al-Buxoriydan olgan sipach mashinamiz ham mana Isuzu kelyapti hozir. Isuzuga yuklash jarayonlari. Mashinamiz qaranglar, shu holatda ham zavadik bo'lib yurib turibdi. Ketdi. Kimda shunaqa DTPga uchragan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hozir mana bu yerga qo'yib turib, mana hozir Isuzu'ni orqasi bilan qo'yib, Isuzu'ga yuklab olamiz birdaniga. Haydang. Hop. Bu taraf yaxshimi? Haydang. Yaxshi. Sekin zo'r, ha, shunday. Ne diyor? Ha, alo.